Bizdan arzonchiroq Damas so'rayotganlar uchun baholi yaxshi variant kelib qoldi. 2010-yil bitta bagajda kraskasi bor ekan. Suyak butun mana bunaqa dekanlarni ham ish qo'shib yopishtirishgan ekan. Kraskalari top-toza betlarini. O'zini zavod 12 ballonlarda turibdi. Salonlari ham akkuratni olganlar, koja qildirib qo'yilgan, yomon bo'lib ketgan emas, nelar cho'kib ketmagan. Xo'p, o'yontiga dinoy polikli solib qo'yilgan, ishlari koja qilingan ekan. Prebega 420 ming kilometr bo'libdi. Video registratorlari bor. Hop, metan gazlagich uстановка qilib qo'yilgan. Shetamniqa kuzovida mayda juda chaqa-chuqa joylar bor. Mana bu tomlarda ham chaqa-chuqa joylar bor, lekin olib o'zim uchun haydayman, ro'zg'orga haydayman degan okalar uchun xudo xolasa zo'r variant bo'ladi. Narxlari ham ancha yumshoq chiqyapti. Mana ba'zi chaqa-chuqa joylari bor, kraskasi ko'rishgan joylari bor, lekin bitta joyni bagajda kraskasi bor ekan. Utarlar yo'q, suyagi butun mashina. Motorida ozgina xarajati bor, moy yeyapti deb aytibdilar. Moz hadoylar yaxshi holatda deb aytibdi egalari. Ya'ni o'zingiz uchun kelib bemalol preverka qilib tekshirib olib baraka qilib ketsanglar bo'ladi. Olib maza qilib haydashinglar uchun $2350 bo'lsa beraveramiz. 2010-yil mashinamiz deydi.